Uyingizda basay bilan go'shtli qolgan bo'lsa, menga o'xshagan basay fintiyo'ri qo'rib yeb beqing. Ta'm tilingizda qag'dak ajoyib o'xshaydi-jimi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Bu sayni yutaza mifanlar bilan yeyishga alomat mas qildi. Cho'ng-kichik kamaylar yoqtirib yeydi. Idil sulumi intayin oddiy birlik ko'singiz uyg'unib olaysiz. Eng avval basayni mushundaq uzun-uzun qalamchi qilib to'g'rib olamiz. Uningdagi yiplaza, samsaq, piyozlarni videoda ko'rsatgandek to'g'rib olamiz. Undan keyin go'shtni yaplaqlab nippiz to'g'rib olamiz. May qizgandan keyin go'shtni silib sarg'aytib bakroq qo'rib olamiz. Go'sht qo'rilib mushalat ketganda piyoz, zanjivil, samsaq silib qo'raymiz. Undan keyin azroq tuz silib atgandan keyin rangini chiroyli chiqarish uchun yarim qo'shqa atrofida chanig'anlar silib etamiz. Undan keyin pandirni silib pandir izligich qo'rib olamiz. Undan keyin mushundaq alayid say qo'rganda kambos bo'lmaydigan cho'ngstamning alayid lag'mat etibsidan bir qo'shqili silib etadigan bo'lsak, rangi, ta'mi ajoyib paypay chiqadi-jimi? Cho'ngstamning cho'ngliqida qiynisilan bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Undan keyin lapiza basay silib 2 minut atrofida qo'rib olgandan keyin oldinchilab yumshatib olgan pintoza, ko'k qizillarza, samsaqlarni silib yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin saychilashqarak suv qo'yib tuz ta'min etib taxsiga olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Manda say qo'rib yutazlar bilan yemsizlar yoki kashk tomoqdan bilan yemsizlar shunda ishtayoqlarni ochidi-jimi? Har kun shunga o'xshash qulay yem yeyish bo'lgan taomlarni yeyishni yutyaptimi? Inkas rayning haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Uyg'unib oldingizmi?